Bu Qur'oni Karim. Bu esa Naml surasining 18-oyati. Videoda oxirigacha ko'ring, sizga bitta oyatda 3 ta mo'jiza aytib beraman. Alloh taolo Naml surasining 18-oyatida chumoli tilidan shunday deydi, ya'ni chumoli sheriklarga aytadi: "Ey chumolilar, uylaringizga kirib olinglar. Sulaymon va uning lashkari sizlarni bilmasdan parchalab yubormasinlar", deydi. Endi sizga savol. Chumoli Sulaymon lashkari kelayotganini qayerdan bilgan? Ilm-fan bugun aniqladiki, chumolilar tovush ovoz to'lqinlaridan oldin yerdagi tebranish to'lqinlari orqali uzoqdagi xavfni sezishadi. Ikkinchi mo'jiza. Alloh taolo oyat karimasida parchalab yubormasinlar degan. Ezib qo'ymasinlar deyilmagan. Nega? 19-asrgagina kelib insoniyat aniqlay oldiki, mikroskoplar orqali chumolining ichida suyak bo'lmaydi, balki u ustki mustahkam zirhli qobiqdan iborat. Mana shunday zirhli qobig'i bor narsalar odatda sinadi, parchalanadi. Ularga nisbatan ezilish fe'li ishlatilmaydi. Buni Alloh taolo 1,5 ming yil avval o'z kalomida aytib o'tdi. Uchinchi mo'jiza. Alloh taolo arab tilida chumoli deydi, naml demaydi, balki namla deydi. Ya'ni urg'ochi chumoli degani bu. Nega shunday deydi? Biz insoniyat endi bildikki, tashqarida, ko'chada rizqini terib, ozuq izlab yuradigan chumolilarning aksariyati urg'ochi chumolilar bo'ladi. Erkak chumolilar emas. Endi sizga savol. 1400 yil oldin sahroda yashagan inson laboratoriyasiz, biologiyasiz, turli xil asbob anjomlarsiz bularni qayerdan bilgan? Balki bu oddiy kitob emasdir.